Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Wow, bunaqa boshlagandan keyin podkast ham zo'r bo'ladi. Avval biz umuman jahon chempionatiga borsak bo'ldi degandik. Marojniy yeb kelsak ham. Endi u Hojivoyga marojniy yeb kelsak ham deb Katanets shu Katanets bizni tark etmadi ustoz. Yo'q, ketdi. Ya meni tark etmadi balki. Mendan ketmadi. Rais birinchi o'rinbosari Baxtiyor Ikromjonov bilan birga suhbatlashganda FIFA nomidan kechirim so'ragan. Blatter. Mana Inside Stock uchun. Timur Kapadze qolgan taqdirda ham Biz o'zi qoldirmoqchi edik. Odil Ahmedov ham shu yoqqa kelib shu gapni aytib ketdilar ko'rdik. Va biz hozir o'zimizga kelyapti ekan deymiz. Kim yozgani boshqa masala. Hozirgacha rasman hech kim tan olmaydi. Hamma bir-biriga qachonlardir buni bilarmikinmiz? Yo'q, bilmaymiz. Chunki hamma bir-biriga yag'daradi. Lekin Assalomu alaykum, Stokliga ko'rsatuvi navbatdagi son, bugungi sonimiz to'liqligicha O'zbekiston milliy terma jamoasi atrofida bosh murabbiy masalasida bo'layotgan masalaga taqaladi va bugun biz bilan studiyada ustozimiz Mirza Hakim aka To'xtamirzayev bo'ladi, shuningdek Ahror akam Soqovich. Birgalikda yaqin 30-40 daqiqa ichida o'zbek futboli haqida gaplashamiz. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Wow, bunaqa boshlagandan keyin podkast ham zo'r bo'ladi. Ustoz, mana efir boshlanguniga qadar siz bilan gaplashdik, bitta qiziq narsa aytdingiz. Bugungi suhbatimizni nolga tenglashtirib qo'yishi mumkin bo'lgan narsa. Mana shu kanavara bo'ldi, bunaqa bo'ldi desam, hali bu O'zbekiston bo'lmay qolishi ham mumkin. Bitta narsada azaldan bu hamma joyda bor. Hujjat rasman imzolangandan keyin bevosita rasman tanishtirilsa, ha bo'ldi, tayinlandi deymiz. Chunki undan keyin haligi odam mabodo ishlamagan taqdirda ham iste'foga chiqarilgan bo'ladi. Chunki hujjatning yuzasidan. Hujjat bor-da. Hozircha biz bundan bir necha oy avval Yoxim Löw keladi. Fotih Terim. Bu keladi, palonchi kelarmishlarni eshitdik. Birortasi kelgani yo'q. Bentu Toshkentga ham kelib ketdi lekin kelman. Uni endi kelishini hammamiz kuzatdik. Nimagadir hatto aeroportda hech kim rasman kutib olmadi. O'sha vaziyatdan xulosa chiqarsa bo'lardi. 2 kun avval mana hozir nomi tilga olinayotgan Cannavaro jahon yulduzlari bilan birgalikda O'zbekiston futzal super kubogiga tashrif buyurganda trappi yonida karnay-surnaylar, futbolimiz mutasaddilari, jurnalistlar, blogerlar hamma birga gullar bilan kutib olgan edi. Akamizga yoqqan demak Toshkent. Toshkent kutib olish hammaga yoqadi. Xo'p, Ahror aka, mana sizga savol. Timur Kapadze masalasi nima bo'ladi? Uni shtabda qolishi aytilyapti. O'zimman mana shu vaziyatga sizning munosabatingiz? Munosabat berdim. Ustoz, qarangda, biz aytayapmiz-ku, lekin OFA har doimgidek oldin ham aytganman bu narsani. Biron joyda birorta rasmiy xabar va kim bilandir muzokara o'tkazayotganligi haqida biron joyda 1.50 xabar chiqargan joyi yo'q. Men shaxsan ko'rganim yo'q. Va ular xohlagan vaqtda biz ayblashimiz mumkin. Mirza Hakim aka, "Yo, siz ayblaydi, biz shunaqa xabar chiqaruvdikmi?" deydi. Ertaga Cannavaro kelgan bo'lsa, Damogani kelgandir, kimdir olib kelgandir tanishi yoki qaysidir festivalga kelgandir deb aniq ayta oladi-da. Ular ana jinoyatchilar alibisi bo'ladi-ku, haligi o'zi alibi ularda juda zo'rda. Timur Kapadze qolgan taqdirda ham biz o'zi qoldirmoqchi edik deydi. Odil Ahmedov ham shu yoqqa kelib shu gapni aytib ketdilar ko'rdik. Va biz hozir o'zimizga kelyapti ekan deymiz. U biz olib kelganimiz ham yo'qda deyish o'sha javobni beradi-da ular. Xo'p, Timur Kapadze masalasida fikringiz qanaqa? Uni shtabda bo'lishi? E'tibor bergan bo'lsangiz, bir necha kun muqaddam rasman oktyabr oyidagi yig'inda terma jamoaga Timur Kapadze bu xabar chiqdi. Ustozlik qiladi. Timur Kapadze boshqaruvida bo'ladi terma jamoa deydi. Undan keyin yana mishmishlar, xabarlar, insaydlar paydo bo'ldi. Cannavaro kelarkan, Cannavaro hattoki Quvayt bilan uchrashuvda debyut qilarkan, yo'q, unga ulgurmas ekan, Malayziyadagi o'yinda debyut qilarkan. Fabrizio Romano aytdi, palon nashri Italiyani yozdi deb turib, ketidan o'zimizda yana bir ajoyib yosh hamkasbimiz aytdi. Agar manbani ko'rsatish bo'lsa, Romanoni ko'rsatganda meni ham ko'rsatib qo'ying deb turib, Narzulla Saydullayev
Temur Kapadze bosh murabbiy yordamchisi bo'ladi, jahon chempionatida ishlaydi dedi. Endi qarang, u manbani u ham menimcha Ofadagi ichkaridagi insayderlardan olganda Temur Kapadze hali nima deydi? Chunki Temur Kapadze juda ko'p yo'q, mana Temur aka bilan kecha shu masalada gaplashdik. Mana Stokka insayti bo'lib ketsin bu. Stokdan ham bitta insayt. Temur aka Ufaga tayyorligini aytgan. Shtabda bo'lishgan. O'sha ampluada bo'lishga, ya'ni yordamchi murabbiy, masalan, mahalliy murabbiylar qo'yiladi-ku, xorijiy murabbiy kelganda. O'sha ampluadan Katanetsga Ravshan Haydarov bo'lgan, bu vazifani bajarib bergan. Kuperga yana bittasi bajarib bergan. Bu yerda Temur Kapadze o'sha ko'prik vazifasini bajarib berishga tayyorligini aytgan va adashmasam yangi kontrakt masalasida gaplashib olishadi tez orada. Ya'ni tayyor, agar u kelsa, lekin hali ustoz aytganda u hali keldi degan gap yo'q. Siz futbolimizda juda tajribalisiz, anchadan beri ko'rib kelasiz. Bitta savol qiynadi meni kechqurun. Bir marta jahon chempionatiga chiqmoqchi bo'lganimizda bir marta xat yozganmizda umrimizda FIFAga. O'sha yutgan o'yinimizni Bahraynni qilganmiz. Qanaqadir keyin mana jahon chempionatiga chiqdik-da, chiqqanimizdan keyin o'zimizga bir qandaydir muammo yasash shunchalik bizga qiziqmi? Jahon chempionatiga chiqdik. U tarixda birinchi marta chiqqanimizdan keyin o'zimizga murabbiy muammosini yasab oldik-da. Yo, menga shunaqa tuyulyapti. Yo, faqat boshqalarga shunaqami? Yo, nega unaqa muammo yaraturamiz? Olib kelsak. Mana Cannavaro qachon futbol tugatdi? 15 yil bo'ldi. 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri qachon murabbiylikka bir qoyillatganini ko'ramiz. Bitta narsada endi hozir savollaringizga birma-bir javob beraylik. 4 ta savol keldi ichida. Jahlim chiqadi. 2005-yil kuzi uyda haqiqatdan g'alaba qozondik 1-0 hisobida. Osiyoni play-offida. Yutsak, keyin qit'alararo play-off bor edi. Trinidad va Tobago bilan, Dwight Yorklari bor Trinidad va Tobago bilan, yer shari nargi tarafiga borib kelishimiz kerak bo'lardi. Ular ham ko'p ketardi-yu. Biz 2-0 yutishimiz kerak bo'lgan o'yinda hakam bitta golni o'g'irladi. Qoida o'zgargan yozda, hakam o'sha qoidani yaxshi o'rganmagan, shunaqasi ham bo'lar ekan baxtimizga va biznikilar o'shanda hozirgi yosh avlod bilmasligi mumkin, haqiqatan FIFAga xat yozgan. Kim yozgani boshqa masala. Hozirgacha rasman hech kim tan olmaydi. Hamma bir-biriga qachonlardir buni bilarmikimiz? Yo'q, bilmaymiz, chunki hamma bir-biriga ag'daradi. Lekin agar o'shanda xatimiz inobatga olinib, 1-0imizni 3-0 qilib berishganda, biz 3-0 hisobidagi texnik g'alaba so'raganmiz. Bizga mayli hakam xato qilibdi, mana sizlarga imkoniyat, boshqatdan o'ynang, xohlang 2-0, xohlang 5-0 yutib oling deb turib o'yinni qaytadan qo'yib berishdi. Terma jamoamiz raqib maydoniga yetib borgan joydan qaytib keldi. Birinchi o'yin bekor bo'lib, o'sha o'yinni o'zim sharhlaganman. Haligi hakam qoidani bilmasdan golimizni bekor qilgan joyda tushunmadimmi, bir 7-8 marta takrorlaganman. O'yin qayta o'tkaziladigan bo'lganda televideniyada qo'yilgan anonsda o'sha tushunmadimmi qo'yib qo'yishgan. Haqiqatan tushunmadim bo'lganda, lekin eng qizig'i biz takroriy o'yinda 1-1 hisobida durang o'ynaganmiz, 1-0 dan quruq qolganmiz. Boshqa tarafi bor. O'sha paytda hakamlar bizni xayolimizda ham, buni ham aytib ketay, nafaqat oddiy muxlissi, hattoki futbol ichida yurganlarning xayolida ham xuddi go'yoki yuqoridan kimdir ko'rsatma bergan va hakam shu ishni ataylab qilganday tuyulgan. Agar indamaganimizda raqib maydonidagi o'yinda bundan ham battar qilishi mumkin edi bizni O'zbekistonni. Biz 1-0 bilan borib, u yoqdan 0-4 hisobida mag'lubiyat bilan ham qaytib kelishimiz mumkin edi. Lekin bo'lganicha bo'ldi, 1-1 durang o'ynadik, keyin mehmonda 0-0, safardagi gol qoidasiga ko'ra ular chiqdi, biz qolib ketdik. Oradan 2 oy o'tib, yanvar oyida Moskvada 2006-yil odatda Hamdo'stlik Chempionlari Kubogi o'tkazilardi va unga FIFA prezidenti Yozef Zepp Blatter Michel Platini bilan kelgan. Futbolimiz rahbari bilan u paytda O'zbekiston futbol federatsiyasi deyilardi. Futbol federatsiyasi birinchi o'rinbosari, rais birinchi o'rinbosari Baxtiyor Ikromjonov bilan birga suhbatlashganda FIFA nomidan kechirim so'ragan. Blatter. Mana inside stop uchun. Kechqurun mehmonxonada Baxtiyor Ikromjonovich shuni aytgan, mana bugun Blatter kechirim so'radi. Endi uzr, O'zbekiston o'yini yaxshi, Xudo xohlasa keyingi jahon chempionatiga chiqasizlar dedi. Men aytdim, Baxtiyor Ikromjonovich,
buni sizdan so'radi. Buni hech kim ko'rgani yo'q. Kameraga gapirsin shuni. O'zbekistonda qo'yaylik desam, telefonda bog'lanishdi. Haqiqatdan ertasiga kunduzi soat 11:30da tanaffusi bor edi. O'zini kun tartibida. O'sha tanaffus paytida Blatter bizga intervyu berdi. Alisher Ahmedov operatorlik qilgan, yozib olganmiz. Olib kelib Toshkentda ko'rsatdik. Blatter kechirim so'raganini. Lekin uni kechirim so'ragani hech narsa bermadi-da. Biz qolib ketdik-ku jahon chempionatida. Lekin rosa alam qilgan. Endi siz aytgandek, muammoni o'zimiz tug'dirib oldik deganda edi. Bu safargi muammo nazarimda tagida boshqa bir asos bor. Nimaga deng? Nimaga? Biz jahon chempionatiga chiqquncha nima bo'lsa ham chiqaylik deb yashadik-da. Qaramadik. Bilan, orzu bilan o'sha orzu ushaldi. Odatda bitta haligi cho'qqini zabt etsangiz, undan balandrog'ini ham zabt etishni xohlaysiz. Avval biz umuman jahon chempionatiga borsak bo'ldi degandik. Marojni yeb kelsak ham. Endi u Hojivoyga marojni yeb kelsak ham deb men kulardim. Futbolimiz nimaga chiqmayapti, nimaga jahon chempionatiga bormayapmiz? Chunki futbolchilarimiz aqlli. Marojni o'zimizda ham bor. Ular futbol o'ynagani bormoqchi. Uzoqqa borish derdik-da. Endi qarang, hozir biz jahon chempionatida shunchaki statist rolini o'ynamoqchi emasmiz. Dominant bo'lmoqchimiz. Hammaga yutqizib berish rejamizda yo'q. Cannavaro'ni olib kelinayotgandagi 1+4 haqida gap ketyapti-yu, bu ham bejiz emas. Agar Cannavaro shu aravani tortishga munosibligini isbotlasa, unda yana 4 yilga uzaytiramiz deyapmiz. Avvalgi variantlarda faqat 1 yil haqida gap ketuvdi. 10 oy haqida. Yodingizda bo'lsa, suhbatlashganimizda aytdim, 5 yilga olib kelgani lofi pulimiz bo'lmasa kerak. Butun brigadasi bilan degandim. Lekin haqiqatan kim bo'lishidan qat'iy nazar bumi boshqasimi Yevropadan xalqaro tajribaga ega mutaxassis qidirayotganimiz ham ertaga attang qilib qolmaylik. Nima uchun shu ishni qilib ko'rmadik deymizmi deb futbolimiz rahbarlari o'ylab o'tirib. Xo'p, ustoz, yanagi yilga bitta narsa tasavvur qilaylik. Natija Temur bilan ham kelayotgan Cannavaro bilan ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Tavba qildim deb gapiraman, qaysidir o'yinda ko'p gol o'tkazib yuborib yutqizishimiz mumkin. Yoki qaysidir o'yinda o'sha kuni raqib ruhan tushkunlikka tushib, biz o'yinimiz qovushib, yirik hisobda yutishimiz mumkin. Temur Kapadzeni ham qo'lidan keladi, Cannavaroni ham qo'lidan keladi. Unisi ham, bunisi ham. Biznikilar Xudo xohlasa yanagi yilga xalqimizga bayram ulashish niyatida shu ishni qilyapti deb ishongim keladi. Ishongingiz keladi. Yaxshi gumonda bo'lgim keladi. Endi, yaxshi gumon masalasida mayli, uni to'xtalmaymiz. Bitta savol. Fabio Cannavaro'ni so'nggi futbol murabbiylik karyerasini ko'rib chiqarkansiz. Ketma-ket omadsizligi uchraganda, uzoq ishlamagan. Hozir statistikasini ham o'qib berishi mumkin, cho'zilib ketadi. Shart emas, hamma bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, buni hamma o'qib bo'ldi. Futbolga qiziqqan odam ko'radi bizni qiziqqan o'sha futbolga qiziqqan odam ko'ryapti. Ular hammasi o'qib bo'ldi. Bir jamoani bir zo'r jamoaga aylantirmagan murabbiy. Nima deb o'ylaysiz? Bu o'sha juda ko'pchilik bizga rad javobini beravergandan keyin oxir rozi bo'lganiga rozi bo'ldikmi biz? Hamma rad qilaverdik biz. U xohlamaydi, bu xohlamadi, bu kelishni istamadi, Bento yo'q dedi, Lyov yo'q dedi. Yo'q dedi. Endi kimdir xo'p degan bo'lsa, biz ham shunaqa bo'lyaptimi shunda hozir? Endi haqiqatan yo'q degandan keyin yo'q. Yo'q deydi-da. Yo'q deganni qo'l oyog'ini bog'lab olib kelmaymiz. Bu ham to'g'ri. Olib kelganimizda ham bir narsa kutish noto'g'ri bo'ladi. Endi boshqa tarafi bor. Bu nima uchun xo'p dedi? Nima uchun? Siz aytgan omadsizliklar qayerda qayd etilgan? So'nggi qaysi jamoalarni boshqargan degan savolni mana endi kun tartibiga qo'yaylik. Hammasi klublar. Asosan klublar, ha. U terma jamoada nomiga yordamchi bo'lib ishlagan. O'sha hozir terma jamoaga kelyapti. Avvalgi klublari osmondagi yulduz oladigan klublar emas edi. Benevento, Udinese. Endi o'sha xohlaganingiz oling, birortasi bir top klub emas edi. Hozir Cannavaro u ham keling, yaxshi gumonda bo'laylik, davom ettiraylik. Aqlli inson. Obro'sini
taroziga qo'yishga rozi bo'lib kelyapti. Ha, oltin to'p ham kelyapti u bilan birga O'zbekistonga. U bilan birga o'sha oltin to'p kelyapti, jahon chempioni bo'lgan futbolchini olib kelyapmiz deyapmiz-ku, lekin Cannavaro mana shu terma jamoani o'rtada o'tgan shu 2 haftada yoki 3 haftada o'zi ham atrofidagi agentlari ham o'rgandi. Chunki sizga bir narsani taklif qilishsa, o'rganib chiqadi. ko'zingizni shundoq yumib turib, "Xo'p" demaysiz-da, aqlli odam bo'lgandan keyin. U ham bundoq o'rganib chiqdi-da, qarasa, Tarkib zo'r. tarkib zo'r emas, lekin bu tarkib jahon chempionatini eng oxirgi tarkibi bo'lmasligi ham aniq. Ha, yo'qolib qolmaydigan tarkib. Ya'ni omadi chopsa, Furor ko'taradi. O'zbekiston guruhdan chiqsa va keyin play-offda o'sha 32 tani chekirgandan keyin yana bitta o'yinni yutsa, bu terma jamoa uchun juda yaxshi natija bo'ladi. O'zi uchun tramplin bo'ladi. Yana tepaga qaytib oladi, tushib ketgan joyiga. Barakalla. Hozir haligi 2006-yilgi oltin to'p egasi, 2006-yilgi jahon chempioni bo'lib yuribdi-da, futbolchi sifatida yuribdi. Murabbiy sifatida qo'yilayotgani yo'q, lekin mana shu jamoa uni o'ziga ham yordam berishini o'ylab kelyapti. Shunda hozir biz ham u ham muhtojmiz shunda? Lof nimaga kelmadi? Chunki unga shart emas, u shundoq ham mashhur. Jahon chempioni bo'lgan trener. O'zbekiston bilan qaysidir kuchli terma jamoaga yirik hisobda yutqizib qo'ysa, sharmanda bo'ladi. Imij ketdi. Cannavaro agar yirik hisobda yutqizgan taqdirda ham Cannavaroni birov ayblamaydi. O'zbekiston kuchsizroq ekanda deydi. Ya, demak u o'tda o'zi uchun qulay vaziyatda ekanda hozir. Komfort zonada. Komfort zonada. Hozir Cannavaro Temur Kapadzedan ko'ra yaxshiroq holatda. Ha, Chunki bu to'g'ri. Temur yutsa, hammamiz bu o'zimizni Temur o'zimizniki biz qildik derdik-da. Temur qolib ketardi bir chekkada, u orqada. Siz, men, bular hammamiz aytardik, biz qildik derdik. Yutqizib qo'ysa, Temur yutqizdi derdik. O'zi katangiz olib chiqqan ekan jahon tajriba yetishmadi. Temurning tajribasi yetishmadi, Temur yoshlik qildi. Xorijiy murabbiy kerak edi. Qayoqqa qaragan edi? Lekin bu futbol. Futbolda Braziliya uydagi jahon chempionatida yarim finalda Germaniya 1-7 hisobida yutqazgan. O'sha kuni agar O'zil 8-gol ursa, Braziliya bitta golni ham urmasdi. 0-8 bo'lardi. Dahshat. 1-7 ham o'zi. Bo'lib ham marakanadi. O'shaning uchun aytayapman. Cannavaro hozir xo'p degani uni o'ziga ham kerak O'zbekistonga o'xshagan jamoa. Endi yana bitta masala ustoz, eng muhim masalaga kelyapmiz. Bitta narsa teoriyada, xayolimdagi. Katanets ish vazifasini bajardi-da, sog'lig'i yomonlashgani uchun ketdi. O'sha paytda juda qisqa vaqtda 4 ta o'ynashimiz kerak. 4 ta o'yin o'ynashimiz kerak edi. Kapadze ham aytdi, men hech narsani o'zgartira olmayman, vaqt yetmaydi dedi. O'zgartirmadi, jamoa yana shu futbolni o'ynadi, Katanets futbolini. O'sha strategiya, o'sha sxema asosida. Jahonga chiqdik, o'rtoqlik o'yinlarini ham o'ynab bo'ldik va yangi murabbiy keladi deb 3 oy to'liq o'tkazdik. Mana jahon chempionati boshlanishiga 7 oy qolyapti. Bo'lsa yana 3 ta 4 ta o'yin o'ynay olamiz, xolos, ulgursak. Maksimum 5 ta 6 ta o'ynay olamiz. 6 ta o'yin. Oktyabrda 2 ta, noyabrda 2 ta, martda 2 ta. Bu iyundagi hisob emas, unda jahon chempionatiga boradigan tarkib aniqlab bo'lgan bo'lishimiz kerak. 6 ta o'yinda Cannavaro ham aytilsa kerak-da, tarkibdagi bolalar aytishdi masalan Kapadzega o'zgartirmiz ishasini deb. Unga ham aytishadi, to'xtab turing, jahon chempionatini o'ynab olaylik deb. Yo'q. Unga aytisha olmaydimi? Unga aytisha olmaydi. Mana shu masalada fikringiz. Birinchisi Fabio Cannavaro o'zbek tilini bilmaydi. Tarjimon orqali muloqot qiladi. Mana shu joyda tarjimonni roli har qachongidan balandroq bo'ladi. Intonatsiyalariga ayniqsa. O'sha ohangi, keyin kosadagidagi nimkosalar bor-ku, ba'zida biz bitta gapni gapiramiz, lekin tagida butunlay boshqa ma'no yotadi-ku, o'sha ma'noni tarjimon aytadimi yo'qmi unga hali? Cannavaroga. Cannavaroga yigitlar aytishi mumkin, siz aytmoqchi, coach, iltimos, jahon chempionatini o'tkazib olaylik, keyin bilganingizni qilasiz, biz chiqib ketamiz. Bir amalib inglizchani deb ular inglizchani biladi, bu tomoni bor. Chet elda yurganlarimiz inglizchani biladi. Eldor Shomurodov italyanchani ham biladi. Ana. Bor ekan, o'zi mahalliy tarjimon ham bor ekan. Mahalliy tarjimonimiz ham bor. Biroq
Fabio Cannavaro hozir keladigan bo'lsa, yana qaytarib aytaman, Katanets bilan Cannavaroni farqi bor. Nima deding? Katanets salomat bo'lgan davrda ham, u salomatligi oxirgi davrda bezovta qilish boshladi-yu, O'zbekistonda yarim yillab yashagani yo'q. Deyarli yashamadi. Cannavaro hozir muvaffaqiyat qozonishi shart. Katanets jahon chempionatiga olib chiqa olmaganda shartnomani bajarmabdi. Hozirgacha chiqmagandik, endi ham chiqmadik-da deyilardi-da. To'g'ri. Cannavaro biz tufayli o'zini renomesini ko'tarib olish niyatida kelyaptimi? Demak, u ishlaydi. Demak, Qo'qon 1912 o'yinini ko'rib qolishimiz mumkin. Samarqand Dinamoga boradi. Ha, ishlashga majbur. O'zi yuradi, yordamchisi yuradi, bitta o'yinda ikkalasi birga o'tiradi, alohida o'tiradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Cannavaro hozir chet ellarga borib yigitlarimiz o'yinini ko'radi. Chunki teleekran orqali ko'rish Boshqa. bitta narsa, stadionda ko'rish, o'zi bilan gaplashish, o'sha kungi ahvolini trenerdan so'rab tushunchaga ega bo'lish, tahlil qilish butunlay boshqa narsa. Hozir texnologiyalar rivojlangan zamonda yashayapmiz. Statistikani hammasini berib yotishibdi. Xohlagan firma o'zicha baho qo'yapti. Kimga 7,5, xuddi o'sha o'yinchiga boshqa firma 7,1, yana bittasi 6,7 qo'yib, O'zini kriteriya asosida. o'zini mezonlardan kelib chiqibdi. Trener hozir intuitsiyaga, ichki ovozga. ichki ovozga ham ishonishiga to'g'ri keladi. Sababi yana qaytarib aytaman, oktyabrdagi ikkita o'yinda hech narsa qila olmaydi. Imkoni yo'q. U faqat o'yinchilarni ko'radi. Uyda o'sha Kuvayt bilan o'yinimizni, mehmonda Malayziyada neytral maydonda Urugvay bilan o'yinimizni ko'radi. Noyabrda o'yinlardan avval ana endi kimgadir o'zini topshirig'ini berishi mumkin. Uchrashuvni qaysidir qismida qaysidir boshqa taktikani qo'llab ko'rishi mumkin. Hozir bitta narsaga e'tibor qaratishni xohlardim, muxlislarga murojaatim, kim murabbiy bo'lishidan qat'iy nazar. Temur bo'ladimi, Cannavaro bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi? Mana shu oktyabrda, noyabrda, martdagi o'yinlardagi natijaga ortiqcha bir baho bermaylik, e'tibor qaratmaylik. Hozirgi mana shu 6 ta o'yin jahon chempionatiga tayyorlash davrida turli taktik tizimlarni, sxemalarni sinovdan o'tkazish, futbolchilarimiz qaysinisida o'zini erkinroq his qilishini sinash uchun kerak. Balki yutqizib ham qo'yarmiz. Yaxshisi hozir yutqizaylik, jahon chempionatida emas. Mana shu tomoni borda, uchalamizni maydonga tushirganda bittamizni oldinroqda o'yna, ikkitamizni orqaroqda o'yna deb sinab ko'rsa, boshqa o'yinda teskarisini ham qilish mumkin-da. O'sha 3 ta futbolchi tushdi-ku maydon markazida. Hech narsa o'zgarmadi deyish kerak emas. Mana shu narsaga Xudo xohlasa, kim kelsa ham e'tibor berishni xohlardim. Yaxshi detallarni aytdingiz. Endi mavzuyimizni eng oxirgi, eng muhim joyi savol bilan murojaat qilaman. Javobinglar bilan ko'rsatuvni eng pikida tugatamiz. Axir aka sizdan boshlayman. Katanets shu Katanets bizni tark etmadi ustoz. Yo'q, ketib bo'ldi. Yo, meni tark etmadi balki. Mendan ketmadi. Kapadze va Cannavaro tandemida ximiya bo'ladimi? Ya'ni bu ikkalasi birga ishlab keta oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Absolut boshqa mentalitet, futbol sifatida boshqa paysada o'ynashgan. Nima kutyapsiz? Hali murabbiy bo'lasan. Bo'ldi deb bo'ldi. Tasavvurimda bo'ladigan bo'lsa, baribir Temur Kapadzening qo'li ko'proq ko'rinsa kerak deb o'ylayman. Ana endi shu savol sizga ustoz. Qaysi bir birinchi planga chiqib ketadi deb o'ylaysiz? Batafsil umumiy qilib javob berasiz. Birinchi planda Katanets deb aytganingizdek, odamlarimiz hozirgacha Katanets ishchi qildi. Mr. Srechko biz bilan hali ham tayyorga keldi deyishyapti-yu. Bu fikrga qo'shilmayman. Temur o'zini davrida o'zini ishini bajardi, uddaladi. Yana ta'kidlashga tayyorman. Ozodiydagi o'yinda Katanets jamoasi oxirigacha himoyada o'ynardi. 100%. Temur 2-2 hisobida ham g'alabaga o'ynadi. Temur Kapadzening jamoasi Qatar bilan uydagi o'yinda hujumkor o'yin namoyish qildi. O'sha kuni raqib 2 karra Osiyo chempioni emas, boshqa jamoa bo'lgan taqdirda ham biz yutardik. Hujumkor o'yinni hisobiga muxlislarni xursand qilardi. Shuning uchun Kapadzening roli ko'rinadi, Kapadzening qo'li ko'rinadi, lekin
bosh rolda Cannavaro bo'ladi. Bosh rolda Cannavaro bo'ladi. Chunki tarkibni Cannavaro tanlaydi. So'nggi so'z Cannavaroda bo'ladi. So'nggi so'z. Temur bizni futbolni biladigan odam sifatida maslahat berishi mumkin, o'zini nuqtai nazarini aytishi mumkin, lekin mas'uliyat har qanday vaziyatda ham bosh murabbiyning zimmasida. Cannavaro bosh rolda bo'ladi. Bitta yaxshi tomoni Cannavaroni hozir agar bosh murabbiy qilib tayinlanadigan bo'lsa, Temur o'zimizniki deb ba'zi bir talablarni Shuni ichimda mutasaddilarimiz bajarmasligi mumkin edi. bo'laveradi. Sabardim. Temur aka o'zimizniki deb turib futbolchilarimiz uni topshiriqlariga qandaydir bir qayerdadir qaysinisidir sal bir yengilroq qarashi mumkin edi. Mumkin. Cannavaro bir narsani aytadigan bo'lsa, aytganini qilmaganini qarindoshi ham emas, Uni yurtdoshi ham emas, uni Fabio akasi ham emas. va bizni futbolchilarni hali hech qaysinisiga Aka bo'lmaydi. aka bo'lib ulgurgani yo'q. Bo'lmasin. Shuning uchun nazarimda mabodo tasdiqlansa, futbolimiz rivojiga hissa qo'shsin, o'zini ham omadini bersin, chunki Cannavaroni yutug'i dastlabki hech bo'lmasa 1 yilda o'zbek futbolining ham yutug'i bo'ladi. Mana shu yuqori notada sizni o'sha fishka so'zingiz bilan xayrlashamiz. Qadrli futbol ixlosmandlari, biz 2025-yilni Jahon chempionati yo'llanmasi qo'lga kiritilgan mavsum sifatida bir umr eslab yuramiz. Keling, yaxshi niyat qilaylik. Mana shu 25-yilda shakllantirilgan jamoa kelgusi yili Shimoliy Amerikada o'zbek futbolini yana ham yuksakroqqa ko'tarsin. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin.